Ko'pincha korxona tizimlashtirilayotgan payti hamma mana shu xatoni qiladi. Bu xato nima ekanligini bir daqiqa ichida tushuntirib beraman. Tadbirkorlar belgilangan bir oy yoki bir yil ichida mutaxassis keladi yoki o'zi qiladi, farqi yo'q. Kutuvni katta qilib yuboradi. Qaysidir korxonani tizimiga o'xshatib, hamma xodimlari samarador ishlab, hamma natijalar o'zgarib, birdaniga korxona rivojlanib ketadi deydi. Aka, unaqa narsa bo'lmaydi. O'sha tizim qurilayotgan paytida muammolar chiqadi, o'zgarishlar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi, xodimlaringiz tashlab ketadi, aytganingizni qilmaydi, noto'g'ri taktikalar tanlaysiz, metodikani bilmaysiz, yiqilasiz, tushasiz. Yillar davomida odatda 2 yildan 7 yilgacha korxonalarni tadbirkor o'zi tizimlashtirsa vaqti ketadi. Shu uchun mana shu kutuvlaringizni yo'qotishlaringiz kerak. Agar kutuvni yaxshilamasalaringiz, hech qachon korxonangizda bo'layotgan kichik va yaxshi rezultat ko'ra olmaysiz. Shu uchun tizimlashtirayotgan payt, hamma narsa zo'r bo'lib ketadi degan emas, konkretni A nuqta, B nuqtani belgilab oling. B nuqtangizni nimani xohlayapsiz, qancha muddatda. Hech kim lavozim majburiyatini bilmaydi, endi lavozim majburiyatini biladi. Oldin tashkiliy tuzilma yo'q edi, endi tashkiliy tuzilma bor. Oldin standartlar yo'q edi, endi standartlar bor. Endi standartlar bor, keyin xodimlar hammasini biladi standartlar. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Sizlar 6 oy ichida, 7 oy ichida, короче, o'zbekchiligida zo'r bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb katta kutuv qilib, keyin suvga tushgan mushukdek bo'lib qoladigan odamlarga o'xshaysiz. Odat, qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi deydi. Sizlarda unaqa bo'lmasin. Salomat bo'lasizlar.